Assalomu alaykum azizlar. Biz Andijonda sihat klinikasida va qandli diabetni ikkinchi turini davosi borligini, bu kasallikdan qutulish imkoniyati borligini isbotlashda davom etyapmiz va navbatdagi bemorimizga ham Alloh shifo berdi. Biz sababchi bo'ldik. Bundan bir necha oy oldin bariatrik operatsiya, mini gastrit shuntash operatsiyasini o'tkazgan va qandli diabetdan qutuldi deb ayta olamiz. Chunki qayta ko'rikda qondagi qand miqdori bemorda hozir 5 u 6 chiqyapti. Abdulloh aka, operatsiyadan oldin necha yurardi sahar, shuni aytib bering. 16, 17, eng pasti 12 chiqardi. O'qardim. Shu yerga keldim, qo'llaringlar dard ko'rmasin. Yaxshiman. Endi hojatlarga borib kelish ham yo'qoldi. Kech payt shomga tahorat olsam, ertaman bomdodgacha ham bemalol qanaqa bo'lyapti. Ko'rsayman. Abdulloh aka, necha yil o'zi qandli diabet bilan yashagansiz? 6 yil. 6 yil qandli diabet bilan yashagansiz. Mana qandli diabet kasalligining asoratlari juda ham ko'p. O'zingiz bilasiz, ko'p chanqash, hojatxonaga ko'p qatnash, oyoqlarda og'riq. Shulardan xalos bo'lganingizdan keyin o'zingiz hayotingizda o'zingizni qanaqa his qilyapsiz endi hozir? Oyoq jimirashlari ham yo'qoldi. Oyog'imni og'rib uqalatardim farzandlarimga. Yo'q, umuman unaqa narsalar yo'qolib ketdi. Bu kunda ham hamma yo'g'im joyida, Xudoga shukr. Zo'r bo'lib qoldi. Dori ichmayapsizmi? Yo'q, dori umuman ichmayman. Demak, ko'p turganingizda bemorimiz 6 yil qandli diabet bilan yashab yurgan, 16, 12, 10 juda yuqori yurgan. Hozir mana dorilarsiz o'zi istagan mahsulotni yeb 5-6 chiqyapti, ya'ni qandli diabetni operatsiya bilan davolash imkoniyati bor. Lekin afsus, hammaga ham to'g'ri kelmaydi. To'g'rimi Abdulloh aka? To'g'ri. Boshida rosa tekshiruvda o'tirib, o'tish kerak ekan, bo'yingizni o'lchaydi, vazn, yoshingiz, ana undan keyin analizlar to'g'ri kelsa, undan keyin qilasizlar. Ana peshonangizga yozilgan ekan, shu 6 yil sinovdan o'tib va buni yechimi, ya'ni davosi topildi. Bu narsa dunyo miqyosida 15 yildan beri o'tkazilyapti. O'zbekistonda Andijonda sihat klinikasimiz 2,5 yildan beri o'tkazyapmiz va Abdulloh aka 1000 ta bemorlarimiz ichidan biri hisoblanadi. 1000 dan ortiq bemorlarda o'tkazildi bu operatsiya. Sizlarga ham qandli diabetni ikkinchi tip tashxis qo'yilgan bo'lsa va bizni operatsiyani ko'rsatishga to'g'ri keladigan bo'lsanglar, murojaat etinglar, albatta yordam beramiz. Diabetni davosi bor. Yana bitta tirik isbot sifatida Abdulloh aka o'zi buloq boshidan aka bu darddan qutuldi. Yaxshi kunga ko'rishamiz. Xayr, sog' bo'linglar.